Ko'ramiz kim chiqazoradi. Svet idorasi shudmi? Qani kim javob beradi? Nimaga bizning svet yo'q? Assalomu alaykum. Bu syomka qilish mumkin emas. Nima uchun? Nima uchun mumkin emas? Xo'p, Xo'p, javob beringlar, nima uchun bizda svet yo'q? Har kuni svet o'chyapti. Menga tegmang, menga tegmang. Chaqiring bemalol, chaqiring. Men kerak emas, menga javob beringlar. Nima uchun svet o'chyapti har kuni? Menga javob beradigan odam bormi? Menga kerak emas, sizlar menga javob beringlar, nima uchun svet o'chyapti? Chunki siz javob bera olmaysiz, amaki. Xalqdan qo'rqasiz. Prezidentdan qo'rqasiz. Bilsinlar dodamiz ham nima uchun svet o'chayotganini. Pulimiz bo'lsa bor, ko'ring mana. Men aytganimni qilmayapsizmi? Mana sizdan gaplashmayman, bo'ldi. Bo'ldi. Mana ism familiyangiz nima? Internetga qo'yib yuboraman, ana dodamizda o'zlari shug'ullanadilar. Siz tegishli Shavkat Miromonovichga sizlar javob beringlar, nima uchun o'chyapti svet har kuni? Rahbarga uchrashing, sizga nima gap? Kim u rahbar? Qaysi xonada o'tiradi? Yur. Saidxonov Muhsinxon Xonovich. Assalomu alaykum. Yangi olish kerakmi? O'chirmayman, siz olmayapman mana. Pastga olmayapman aka. Pastga qildim mana. Sizni olmayapman. Mana. Bizda har kuni svet o'chyapti. Chortoq mahalla Nayman ko'chada. Portal qilganimda o'zi o'chmay qo'yuvdi. Bir haftami 2 hafta yaxshi ishladi. O'g'limni tuzatdim, portal qildim. O'g'lim kasal bo'lgan. Hozir bilib turibsiz, o'zim shamollab tomog'im bo'g'ilib yotibdi. Uyimizda na issiq suv bor, na svet bor. Svetga hamma narsa ulangan. O'sha xolodilnigimizda ham buzilyapti, har kuni o'chirganlar. Pulimizni ko'ring. Chortoq mahalla. Bizda pul bor demoqchiman. Bo'ldi, pul bo'lsa ishlating. Chortoq hop. Chortoq mahalla, Nayman ko'cha 35G uy. Qani qayerda ishlashyapti bola? Olib boringlar, ko'rsatinglar. Tegma. 257 07 78 ga telefon qilaman. Abonent band. Endi qarang, bundoqda ko'pchilikda o'chgan bo'lsa hammaga javob berish kerak-ku. Bitta sizni kutmaydi-da. Nima